Assalomu alaykum obunachilar. Mana yana Andijon viloyatida yana bir obyektimiz bitkazib topshirdik. Tunuka tayyor holatini qilib qo'ydik. Tunukasini olib kelsa yopib beramiz. Doimgidek konteyner profillaridan. Razmerlari 17 metrga 11 metr bo'lgan joyimiz. Firmalar orasi 1.25 dan bo'ldi. Rekalarimiz orasi 65 santimetrdan. 2 etajli binoni tomi. Ishga baho beraverasizlar, tekizliklar hamma yo'q joyida bo'ldi. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab